Nodir aka 3 oy bo'lib qoldi, qo'chqor qo'shilgani, mana elinlari qo'zg'ab, bezlari qo'zg'ab, bezlari qo'zg'ab qolgan. Elin qilib qo'ygan aka mana. Orqachalari ham nima ekan? Orqalarini mana ko'rsating. Hali yosh. Yosh birinchi qolingan aka. To'qlicha qo'ygan. Mana. Nodir aka bu qo'ylar, to'qlichalar 3 oy bo'lib qoldi, katta zotli qo'chqor qo'shilgan. Aha. Ichiga bitta o'zi tengi qo'chqori ham bo'ylar, boshoq, igizvallari, yeb ichishi sog'ligi garantiya aka. Mana yeb ichish ko'rib bu. Xo'sh, o'rtoqlar, biza 23-aprel sanasi kuni mana dehqonlarga murojaat qildik, to'qlichalar baho berasizlar. Dehqonlar e'lon bergandim, kimda kim qo'y, mol, echkisi, misol uchun moli bo'lgan farqi yo'q. Sotuv bo'lsa, misol uchun qo'ldan kelgancha yordam beramiz dedik. Mana bitta Sunnat ukamiz, Kasb tuman, Kasb qishlog'iga man 9 donani to'qlicham bor. Kimgadir 9 ta, kimdir 10 ta, kimdir 20 ta. Ha, hozir ichida bu yerda ichida 8 tasi urg'ochi, bitta ichida qo'chqorchasi bor ekan. Mana to'qlichaga baho ber. Hayda ketib qolmasin. Bitta qo'chqor bor ekan, to'g'rimi? Ha, bitta qo'chqor bor ekan. Xo'sh, bu endi oldin ham qo'chqor qo'shilgan, to'g'rimi? Ha, boshqa katta qo'chqor qo'shilgan zotli Parroda. Ha, undan keyin bitta bir hafta qo'chqorchi yurgan deyapti mana. Katta Parroda qo'chqor qo'shib qo'yilgan. Kimga kerak? To'qlichalar. Xo'sh, bo'ylar 70+ balandni hisoblayverasizlar. Mana orqachasi juni olingan, ko'rib turibsizlar, qovurg'asini o'zini ko'rasizlar. Sog'lom yeb ichishi zakon. Juni bo'lsa shishib turadi qo'ylar mana. Xo'sh, narxlarni endi qo'ldan kelgancha yengilroq qo'yish harakat qilamiz. Bir joyga oluvchi bo'lsa kelishtirib beraman deb Sunatjon. Bosib qo'y Sunatjon telefoningiz. Bo'ldi. Bir joyga oluvchi bo'lsa kelishtirib beraman deyapti. Kimdan keyin mana shuni dehqondan to'qliq qo'ychilarga ukamizga murojaat qilasizlar. Kasb tuman, Kasb qishlog'iga biz orqalarini ko'rsatib aylanib 9 dona. Mana shu dehqondan, haqiqiy dehqondan akalar. Xo'sh, narxi nech bilan deymiz bularni endi Sunat? Narxi bir joyga endi sizni patchilaringizga esa 4 milliondan bo'lsa beraveramiz aka. Kelishtirib qo'yadiganingiz uchun kelib. Xo'sh, 4 milliondan boq qo'yamiz. Endi bo'g'oz bo'lsa, ha kelib ko'rishsin, kelib ko'rishsin, balki qisir bo'g'oz bo'l, lekin mavzu o'zim ham ko'rdim, qo'shilgan sut bezchalar sari qo'zg'algandek turibdi. Kimga kerak? Misol 2 oy 2,5 oylik ko'rasizlar, qo'chqor yurgan. Ketib qolmasin, haydang. Tort boqsin. Dehqondan mana akalar, xudo xolasi. Opson 9 dona, bitta qo'chqor 8 bo'ladi, to'g'rimi? 8 dona. Xo'sh, 4 milliondan qo'yamiz, xayr barakasi bo'g'ozga o'tib beriladi. Kimga kerakmi to'qlichalar, olasiz, dalaga qo'yaverasiz, xudo xolasa tuqqandan bilasizlar, nechib turishini. Mana shu to'qlichalar. Bular hammasi ikizballar aka bular. Endi bular egiz balasi pagoda. Ha, garantiya mana ikkitasi boshoq bilsangiz, ana shu ham egiz, qolgani ham hammasi bu ikkisi nimani ballari bular. Xo'sh, bo'ylari kelayotganimizda 70+ chiqadi o'rtoqlar. Bitta ham kichiklari bor ekan, bunga qarab hisob kitob olasizlar mana. Orqasiga baho bering. Xo'sh, xudo xolasa bular u sotgan. Mana bo'g'oz bo'lib sarbalangan yayralib ketadi. O'rtoqlar shoshilamiz. Kimdan kerak mana shunday chiroyli to'qlichalar? Ketib qolmasin, haydang Sunat. Ha? Kommentar fikrlaringizni yozinglar qani, dehqonlardan murojaat qilasiz. Qo'ldan kelgancha biz yordam beramiz. Kanalga qo'yib beramiz. Kelasiz, savdosi bor, savdosini qilib kelasizlar akalar. Endi 4 million boq qo'yamiz. Bo'g'oz o'zasiz ko'rasizlar, bo'g'ozmi, qisirmi o'zasiz ko'rib olasiz, bilgan biladi. Kimdan kim olaman desa, shoshilamiz o'rtalar, Kasb tuman, Kasb qishlog'iga biz. Fikrlar qodiringlar qani? To'qlichalar baho berasizlar.